ja tashmorini sotuvga qo'yib yubormasak ham, shundan o'tganinglarda bu yoq Bokaga ketaverishimiz, katta yo'l yuzi. Demak, Sardor zapravkasi bo'lyapti. Shuni to'g'risida Malika milliy taomlari sotuvga qo'yilyapti. Xo'p, o'rtoqlar, umumiy 21 sotuq ekan, o'zini alohida katta zali, alohida kabinalari, o'tiradigan zonalari, oshxona, letniy kuxnyalari, xullas gapsiz bo'lishi mumkin emas, tayyor ishlab turgan biznes. Orqa tomonda hattoki turar joy ham qilib ketilgan ekan. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, men to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar, bu joyimiz zal bo'ladi, katta zal. Bu joyda to'y tadbirlar o'tkazilgan. Bu yoq mana kiraverishimiz. Mana shunaqa holatda sahna tepada bo'ladi. Bu yoqda yana ozgina qarab ko'rsanglar, chiroyli bitta to'yxona qilib qo'ysa bo'lar ekan. Bu yoqda ko'rayotgan hamma mebel texnikalar qoldirib ketiladi. Bu yoqdan yana orqaga o'tsak bo'ladi. Yozgi oshxonasi. Kiraverishi, kirganda sizlarni mana shunaqangi holat kutib oladi. Bu yerda oshxona bo'lyapti. Demak, bu yoqda yana alohida xonalar qilib ketilgan. Bu yoq skladimiz bo'ladi. Bu yoqda yana ozgina joy qoldirilgan. O'rtoqlar, qaranglar. Bu yoq mana binolarimizning orqa tomoni, bu yoqda ham joy qoldirilgan. Ichkarida xonalarimiz ishlab ketilgan. Hozir ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi holat kutib oladi. Mana shunaqangi chiroyli mebellardan foydalanishgan. Bu yoqda demak bitta родительский spalnyamiz bo'lyapti. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Eshikdan kirganingizda o'ngda yana bitta xonamiz ishlab ketilgan. Ichkarida bo'lsa sanuzulimiz bor. Demak, o'rtoqlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Ko'rasizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Xo'p, qaranglar, men lokatsiyani yana bir marta aytaman, ortiqcha tushuntirishim shart emas menimcha. Demak, tashmoriy bo'lyapti. Bu yoqda mana Bokaga chiqib ketaverish katta trassa. Sardor zapravkasi bor ekan, shuni ro'parasida Malika milliy taomlari. Xo'p, o'rtoqlar, umumiy 21 sotuq tayyor ishlab turgan biznes. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men egalarning raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilsanglar bo'ladi. O'rtada hech qanaqa makler bo'lmaydi. Bizning nomimizga chiqsanglar, yaxshigina narxda qilib berishadi. Kadastr hujjat hamma narsasi joy-joyida. Xo'p, murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan ko'rdik kanalda.